Assalomu alaykum aka. Molingiz bor yoki qo'y? Shu hamma moli bor yoki qo'y bor odamlar bitta boshqaroq bo'ladi aka. Mana sizlarga yechim, yem, ko'rsanglar bo'ladi. Berish ham oson, rasxoti ham kam. Mana berishni yo'li. Просто tak to'kib berasiz, bo'ldi, ishingiz hal. Tayyor qilib patirga tortib qo'ysangiz, bo'ldi. Ani silos aralashtirib, somon aralashtirib kerak yo'q. Aka kiyimingizni ham aralashtirmay qo'yasiz, mana shu o'zi yetadi aka. Mana qilib yemlarimizni tortib olamiz. Oddiy yem, o'zimiz chiqaradigan yem. Qopni ochasiz. Taroziga qo'yib olasiz, taqiladi yoki taqirga solib taroz qilishdan shart emas. Mana tortish jarayoni. 2 kilo 300 gram yemimiz. 400 gram kunjara, 300 gram ratishiroti. Mana jarayoni. Yemimiz solindi. Keyin 300 gram ratishiroti. Keyingina bak, kunjara. Kunjara ham 1 kilo 2 kilo emas, atiga 400 gram. Kunjara narxini bilasizlar, o'zi osmonda o'ynatibdi. Mana 3 kilo общий. 2 kilo 300 o'zimiz yem. Mana rapshiroti 400 gram kunjara. 300 gram rapshirot. Общий 3 kilo. 3 kiloda endi bu yerda bizning mollarimiz. Mana eng kichkina mollarimiz 450 kilo. Bo'yinni ko'ryapsizlar? Gapirishinglar mumkin. Katta mollarda mana kichkina mollar, qorinni qaranglar. Shu yemni yeydi xolos. Orqasida mana 20 ta molga bir pirit somon. 3 kilo narsa. Yemimiz narxi 4000 so'mga 4150 so'm. Qimmat deyishinglar mumkin, lekin kunjara narxini o'zingizlar bilasizlar, osmonga yotibdi. Mana mollarda holati. Quruq desanglar, mana mollar yeydi. Ishini ko'rsanglar bo'ladi. Shu videoda mol boqadigan yoki qo'y boqadigan tanishlarni jo'natib qo'yasizlar, zero ularga foydali bo'lsa. Kelaverasizlar akalar, xizmatdamiz. Ishinglarni xudo xolasa bitirib olamiz.